do'st dushmanni ajratishni oson yo'li. O'sha qarshingizdagi insonni ko'zlariga qarab turib bir muddat maqtanasizlar, ko'zlaridan ko'zingizni uzmasdan turasiz. Maqtanayotgan vaqtingizda sizdagi baxtiyorlik, xursandchilikni ko'rib, o'zi ham xursand bo'la olsa, siz uchun uni ham ko'zlari yonib baxtni his qilsa, ana u inson sizga ichi qoraligi bo'lmaydi, siz uchun xursand bo'ladi. Muammolaringiz bor vaqtda ham sizni ustingizdan kulmaydi, orqangizdan gapirmaslikka harakat qiladi. Qarang, hozirgi vaqtda do'stdan dushman ko'p. Muammo, tashvishlarimiz hammamizga ham yetarli. Kimdandir maslahat so'ramoqchi bo'lsanglar, birinchi o'rinda men aytgan ishni qilasizlar, ko'zlariga qarab maqtanib, uni ko'zlaridan u qanaqa insonligini, sizga nisbatan qanaqa munosabatdaligini bilib olasiz. Ana keyin maslahatlashib ko'rsangiz bo'ladi. Ko'zlar aldashi mumkin, lekin uzoq muddat emas. Kimga insonlar bilan yaxshi munosabat, yaqin do'stlar orttirish, oiladagi munosabatlarni zo'r qilib olish kerak bo'lsa, obuna bo'lib qo'yasizlar.